O'sha trendga chiqqan нежный, сочный shokoladli Matilda tortini birgalikda tayyorlaymiz. 3 ta tuxum, 320 gramm smetana, 170 gramm Shedris Priroda spreadini eritib, suyuq massamizni aralashtirib olamiz va alohida quruq massalarimizni, ya'ni 300 gramm un, 3 osh qoshiq kakao, 1 choy qoshiq soda, 1,5 choy qoshiq razrıhlitel, 1 chimdim tuz, 335 gramm shakarni aralashtirib qilib, ustidan 180 mg suv qo'yib aralashtirib olamiz va 3 ga bo'lib 20 minutdan qizdirilgan duxovkaga pishirib olamiz. Temimiz uchun bizga 200 gramm Shedris Priroda xona haroratidagi spredi, 600 mg sgushonka va 3 osh qoshiq kakao kerak bo'ladi. Temimiz quyuqlashishi uchun muzlatgichga qo'yib olganimizdan keyin hammasini qavatma-qavat qilib, ustidan qolgan ozgina kroshkamizni sepib qo'ydim. Shunaqangi mazali, o'sha trendga chiqqan нежный, сочный shokoladli Matilda tortini birgalikda tayyorlaymiz. 3 ta tuxum, 320 gramm smetana, 170 gramm Shedris Priroda spreadini eritib, suyuq massamizni aralashtirib olamiz va alohida quruq massalarimizni, ya'ni 300 gramm un, 3 osh qoshiq kakao, 1 choy qoshiq soda, 1,5 choy qoshiq razrıhlitel, 1 chimdim tuz, 335 gramm shakarni aralashtirib qilib, ustidan 180 mg suv qo'yib aralashtirib olamiz va 3 ga bo'lib 20 minutdan qizdirilgan duxovkaga pishirib olamiz. Temimiz uchun bizga 200 gramm Shedris Priroda xona haroratidagi spredi, 600 mg sgushonka va 3 osh qoshiq kakao kerak bo'ladi. Temimiz quyuqlashishi uchun muzlatgichga qo'yib olganimizdan keyin hammasini qavatma-qavat qilib, ustidan qolgan ozgina kroshkamizni sepib qo'ydim. Shunaqangi mazali